Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli futbol ishqibozlari. Bu yil bugun butun o'zbek xalqi uchun futbol mavsumi bo'lyapti. Ertaga O'zbekiston vaqti bilan soat 7:00 da O'zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiya bilan o'ynaydi. Kolumbda bor alamim menim, O'zbekiston vatanim menim degan. Xudo xolasa Kiprga yutamiz deb turibman meni taxminim. Yigitlarga omad tilaymiz. Qadarga rozimiz, lekin chiroyli qadar ko'rsatsa Allohga shukr qilamiz. Shu bilan birga azamat do'stimizni jamoasi Blackstone bilan birgalikda Abror Muxtor Aliyning jamoasi A1 yarim finalga chiqqanmiz. Endi haqiqiy sportivniy xarakterda o'yin bo'ladi. Kelayotgan juma kuni 19-chisla hisoblanadi. Soat 18:30 da boshlanadi. Xudo xolasa kelinglar. Agar bu o'yinda yutuqli sovrinlarga erishaman desangiz, klik orqali biletlarni sotib olishingiz mumkin. Bilet raqam berishadi, bu yerda o'yinlar bor, telefon yutib olishingiz mumkin. Omad tilaymiz sizga ham, bizga ham. Omad hammaga.